Assalomu alaykum, Agrobankimiz hurmatli mijozlari. Men boshqaruv o'rinbosari G'ofur Tursubolovman. Bizda tadbirkorlar bilan yilda 106 marta, oyda 3 marta uchrashuv bo'ladi. Bankka kelganingizda nima masala bo'lsa, kredit olish, boshqa masala bo'lsa, navbatma-navbat murojaat qilsanglar, nima murojaat bo'lsa, murojaatingizni javob berishga harakat qilamiz. Navbatdan kelib chiqaverasiz. Jumaboy azon zaman menga issiqxona qilishga kredit kerak. Jumaboy azon. Qaysi mahalladan? Yükseliş. Yükseliş mahallasi bizga qaradi. Bizga tumanimizda 68 ta mahalla bo'lsa, 18 ta mahallamizda Agrobankka biriktirilgan Yükselish mahallasi ham bizga qaradi. 50 million kredit oladigan bo'lsangiz, bizga mahalla loyihasi kredit yo'nalishini taklif qilamiz. Foiz 25%dan 5 yil muddatga ajratiladi. 2 yil imtiyoz davri bor. 3 yil undan keyin asosiy ta'minotni qaytarish bilan shug'ullanamiz. Sizga kredit ajratishingiz mumkin. 2 yil imtiyoz davri bor. 25%dan. Agar ayol tadbirkor bo'lganingizda 20%dan kredit ajratiladi. Bundan talab qilinadigan narsa o'zingiz bank qilasiz, pasportingizni berasiz. Qo'shimcha kredit olib kelsangiz, daromad yetsa sizga 50 million kredit ajratib, pasportingizga tashlab beramiz. Kreditlaringiz yaxshi bo'lsa bo'ldi, sizga muammo yo'q, kredit beramiz. Pasportlarni tashlab etsangiz, kreditlaringizni ajratamiz. Keling. O'tiring, o'tiring. Yaş Hosni'de sizler mi Hangi takım ortada? 50 milyon çıkıp bir sözü mümkün. 3 milyonla 50 milyon geçecek. Çeteli asası çeteli yatırım. Mahallada var. Bir kaç mı kaldı? Yani çeteli yatırım. Ziyan olmak açıyatken 3 milyon kırptığımız var. Biznes hükümet kırpılar varsa. Yani kuşun çıkta kefil talak kılarsız. Düz bank kılarsız. Kredit ajratib beramiz. Kreditlaringiz yaxshi bo'lsa bo'ldi sizga. Siz mahalla qaraydigan mahalla bo'lsangiz, sizga qarab kredit ajratib beramiz. Muammo yo'q. Rahmat.